Birinchi jarayon mana shunday xomashyolar vagonlarda keladi va keyingi jarayon presslash jarayoniga yetkazib beriladi. Keyingi jarayon esa xomashyo yetib kelgandan keyin sifat nazoratidan o'tadi va mahsulot holatiga keltirilishi uchun presslash sexiga o'tkaziladi. Presslash sexidan o'tgan barcha mahsulotlar to'g'ri omborga olib boriladi. Hozir sizlar bilan omborga boramiz. Qani ketdik. Mana omborga ham keldik do'stlar. Ko'rib turgan barcha mahsulotlar ichki bozorga va eksport uchun tayyor holatga keltirilgan. Bundan da qiziq videolar uchun Haddekor sahifasiga obuna bo'ling.